Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan ko'chmas mulk sohasidagi eng dolzarb va hayotiy mavzulardan biri ko'chmas mulk egalari uchun yangi qonunlar haqida suhbatlashamiz. Agar siz uy, kvartira, yer uchastkasi yoki biron bir bino egasi bo'lsangiz, unda bu video aynan siz uchun. Chunki oxirgi paytlarda qabul qilingan qonun hujjatlari ko'chmas mulkka egalik qilish, uni rasmiylashtirish, soliqqa tortish va boshqarish jarayonlariga jiddiy o'zgarishlar olib kirdi. Bu o'zgarishlar nafaqat hozirgi mulkdorlarga, balki kelajakda ko'chmas mulk sotib olmoqchi yoki sotmoqchi bo'lgan har bir fuqaroga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz ushbu yangiliklardan xabardor bo'lmasangiz yoki huquqiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu ma'lumotlar hayotingizda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkinligini ta'kidlashga to'g'ri keladi. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling va hoziroq kanalimizga obuna bo'ling. Shuningdek, ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun juda muhim. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avval vaziyat qanday bo'lganiga bir nazar tashlaylik. Bir necha yil oldin O'zbekistonda ko'chmas mulk solig'i hisoblash mexanizmi ko'pchilik uchun shunchaki nominal tushuncha edi. Ko'pgina mulk egalari o'zlarining uylari, kvartiralari yoki boshqa inshootlar uchun davlat tomonidan belgilangan kadastr qiymati bozor narxlaridan ancha past bo'lganligi sababli minimal darajada soliq to'lashardi. Ba'zan yillik soliq miqdori hatto kommunal to'lovlarning bir oylik summasidan ham kam bo'lishi mumkin edi. Bu esa mulkdorlar orasida soliq masalasiga jiddiy e'tibor bermaslik kayfiyatini uyg'otgan edi. Qolaversa, ko'chmas mulk bilan bog'liq hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonlari uzoq, murakkab va ko'pincha byurokratik to'siqlar bilan bog'liq edi. Har bir hujjat uchun turli idoralar o'rtasida yurish, uzun navbatlarda turish odatiy holga aylangan edi. Shu sababli ba'zi fuqarolar o'zlarining qurilmalarini, masalan, yordamchi binolarni, oshxonalarni yoki hatto qo'shimcha xonalarni rasman ro'yxatdan o'tkazmasdan, ya'ni qonuniy kadastr hujjatlarsiz ishlatishni afzal ko'rishardi. Ular bu holatda hech qanday jiddiy muammo yuzaga kelmaydi deb o'ylashardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat iqtisodiyotni erkinlashtirish va moliyaviy intizomni kuchaytirish maqsadida ko'chmas mulk sohasida qator islohotlarni amalga oshirdi. Eng muhim o'zgarishlardan biri bu ko'chmas mulkning kadastr qiymatini bozor narxlariga yaqinlashtirish bo'ldi. Bu degani, endi sizning mulkingizning kadastr qiymati avvalgidek qog'ozda emas, balki real bozor qiymatiga mos keladigan miqdorda baholanadi. Buning ortidan mulk solig'i yukining oshishi tabiiy holatga aylandi. Ko'p hollarda soliq miqdori avvalgiga nisbatan bir necha barobar, ba'zan esa o'nlab barobar oshgan holatlar kuzatilmoqda. Shu bilan birga ko'chmas mulkni qonuniylashtirish jarayonlari soddalashtirildi. Ammo bu jarayonlar endi majburiy tus oldi. O'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlar deb nomlanuvchi qurilmalarni qonuniylashtirish uchun ma'lum muddatlar belgilandi va bu muddatlarga rioya qilmaslik jiddiy jarimalar va hatto bunday inshootlarni buzib tashlash xavfi bilan tahdid soladi. Davlat xizmatlarini raqamlashtirish hisobiga hujjat ishlari qisman osonlashgan bo'lsa-da, mulkdorlarning mas'uliyati sezilarli darajada oshdi. Endi har bir mulk egasi o'z mulkining huquqiy holatiga, kadastr hujjatlariga va soliq hisob kitoblariga juda jiddiy yondashish shart. Aks holda kutilmagan moliyaviy muammolar yoki hatto mulkidan mahrum bo'lish xavfi yuzaga kelishi mumkin. Asosiy qismlar batafsil tahlil. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kimga ta'sir qilmaydi. Yangi kadastr qiymati va uning mulk solig'iga ta'siri. Avvalo, yangi kadastr qiymatining mohiyatini tushunib olaylik. Nega birdaniga davlat mulkining qiymatini bozor narxiga yaqinlashtirishga qaror qildi? Buning bir necha asosiy sabablari bor. Birinchidan, bu mamlakatda amalga oshirilayotgan bozor iqtisodiyoti islohotlarining bir qismi. Avvalgi tizimda davlatning mulkdan oladigan soliq tushumlari real holatga mos kelmasdi. Bu esa byudjet daromadlarini kamaytirardi. Ikkinchidan, adolatli soliqqa tortish prinsipini joriy etish zarurati paydo bo'ldi. Katta qimmat mulkka ega bo'lgan fuqarolar ham, kichikroq mulkka ega bo'lganlar ham deyarli bir xil past soliq to'lashardi. Yangi tizim esa mulkning real qiymatiga qarab soliq yukini taqsimlashni nazarda tutadi. Uchinchidan, bu tizim mulk bozorida shaffoflikni oshirishga va mulkning haqqoniy qiymatini aniqlashga yordam beradi. Xo'sh, soliq qanday hisoblanadi va soliq stavkalari qanday? Endi mulk solig'i sizning mulkingizning
yangi kadastr qiymatidan kelib chiqib hisoblanadi. Bunda joylashuv, qurilish turi, maydoni va boshqa parametrlar inobatga olinadi. Odatda ko'chmas mulk solig'i stavkasi kadastr qiymatining ma'lum bir foizini tashkil etadi. Bu foiz stavkalar hududiy jihatdan va mulk turiga qarab farq qilishi mumkin. Masalan, Toshkent shahrining markaziy tumanlarida joylashgan mulklarning kadastr qiymati va tegishli soliq stavkalari viloyatlardagi yoki poytaxtning chekka hududlaridagi mulklarnikiga nisbatan ancha yuqori bo'ladi. Keling, bir real hayotiy misolni ko'rib chiqaylik. Tasavvur qiling, siz Toshkent shahrining markaziy hududlaridan birida joylashgan 100 kvadrat metr maydonga ega standart kvartiraga egasiz. Avvalgi tizimda ushbu kvartiraning kadastr qiymati taxminan 50 million so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, endi yangi baholash natijasida bu qiymat 50 million so'mgacha ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Agar avval mulk solig'i stavkasi 0,2% bo'lganida siz 50 million so'mdan 50 ming so'm soliq to'lagan bo'lardingiz. Yangi qiymat 50 million so'm va soliq stavkasi ham 0,2% deb olsak, endi sizning soliq to'lovingiz 1 million so'mga yetadi. Bu avvalgidan 10 barobar ko'proq degani. Ba'zi joylarda kadastr qiymati 20 milliard so'mdan oshgan mulklar ham bor. Bunday holatlarda soliq miqdori yanada sezilarli darajada oshadi. Har bir hudud uchun o'zining soliq stavkalari va koeffitsiyentlari mavjud. Misol uchun Toshkent shahri markaziy qismlar uchun koeffitsiyentlar boshqa tumanlarga nisbatan yuqoriroq bo'lishi mumkin. Bu degani bir xil maydondagi va bir xil turdagi mulklar u shahar markazida joylashgan bo'lsa, chekka hududlardagi mulkka nisbatan ko'proq soliqqa tortiladi. Bu zonalar va hududiy bo'linishlar soliq organlari tomonidan aniqlanadi va jamoatchilikka e'lon qilinadi. Notarial harakatlar va davlat boji, ko'chmas mulk bilan bog'liq oldi-sotdi, hadya qilish, merosga qoldirish kabi notarial harakatlarda ham jiddiy o'zgarishlar mavjud. Avvalgi tizimda ushbu harakatlar uchun to'lanadigan davlat boji ham ko'chmas mulkning kadastr qiymatidan kelib chiqib hisoblanardi. Kadastr qiymati past bo'lganligi sabab davlat bojlari ham nisbatan arzonga tushardi. Endi esa yangi kadastr qiymatlari joriy etilishi bilan davlat boji miqdori ham oshdi. Bu esa mulkni sotib olish, hadya qilish yoki meros qilib olishda moliyaviy xarajatlarning sezilarli darajada oshishiga olib keladi. Misol, siz Toshkentda qiymati 1 milliard so'mga baholangan kvartirani xarid qilyapsiz. Avvalgi tizimda agar uning kadastr qiymati 1 million so'm bo'lsa, davlat boji ushbu summaning ma'lum bir foydadan kelib chiqib hisoblanardi. Masalan, 1 million so'mdan 1 million so'm. Yangi tizimda esa davlat boji 1 milliard so'mga yaqin bozor qiymatidan hisoblanadi. Masalan, 1 milliard so'mdan 1 million so'm. Bu xarajatlar esa mulkni sotib oluvchi yoki hadya qilib oluvchi uchun jiddiy moliyaviy yukni anglatadi. Shuning uchun bunday operatsiyalarni amalga oshirishdan oldin notarial xarajatlarni hisobga olish shart. Notarial idoralarda ham xizmat ko'rsatish narxlari yangilangan kadastr qiymatlari asosida hisoblanadi. Bu mulkni tasarruf etishga oid har qanday qaror qabul qilishda e'tiborga olish lozim bo'lgan muhim jihatdir. Qonuniylashtirish va o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlar masalasi. Bu mavzu ko'plab fuqarolarni tashvishga soladi. O'zbekistonda aholi orasida o'z yer uchastkalarida yoki uyiga qo'shimcha ravishda ruxsatsiz qurilishlar qilish amaliyoti keng tarqalgan edi. Bularga garajlar, yozgi oshxonalar, qo'shimcha xonalar, ayvonlar yoki hattoki boshqa xonadonlarga ulab qurilgan kengaytmalar kiradi. Avvalgi tizimda bunday qurilmalar uchun jiddiy sanksiyalar qo'llanilmas edi yoki bu sanksiyalar juda kam uchrar edi. Hozir esa hukumat bu masalaga qat'iy yondashmoqda. O'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlarni qonuniylashtirish bo'yicha amnistiya e'lon qilindi va bu amnistiyadan foydalanish uchun aniq muddatlar belgilandi. Bu muddatlar ichida mulkdorlar o'zlarining noqonuniy qurilmalarini rasman ro'yxatdan o'tkazishlari va kadastr hujjatlariga kiritishlari shart edi. Misol, sizning hovlingizda hujjatlari bo'lmagan, lekin siz uzoq yillardan beri foydalanib kelayotgan 20 kvadrat metrlik garajingiz bor yoki uyga qo'shimcha qilib 15 kvadrat metrlik oshxona qurdingiz, lekin uning hujjatlarini rasmiylashtirmagansiz. Avvallari bunga hech kim e'tibor bermasdi. Endi esa siz bu inshootlarni qonuniylashtirishingiz kerak. Buning uchun siz davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz, tegishli arizani topshirishingiz, so'ngra kadastr organlari tomonidan baholash o'tkazilib, ma'lum bir to'lovni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi.
Agar siz belgilangan muddat ichida bu jarayonni amalga oshirmagan bo'lsangiz, birinchidan katta miqdorda jarimaga tortilishingiz mumkin. Jarima miqdori o'zboshimchalik bilan qurilgan inshootning maydoni qiymati va joylashuviga bog'liq ravishda bir necha million so'mdan 10 million so'mgacha yetishi mumkin. Ikkinchidan, eng yomoni, agar bu inshoot umumiy foydalanishdagi yer uchastkasini egallagan bo'lsa yoki boshqa xavfsizlik talablariga javob bermasa, sud qarori bilan buzib tashlanishi ham mumkin. Bu esa mulkdor uchun katta moliyaviy va ma'naviy yo'qotishlarga olib keladi. Shu sababli bu masalaga juda jiddiy e'tibor berish lozim. Kimga ta'sir qiladi va kimga kamroq ta'sir qiladi? Yangi qonunlar mutlaqo barcha ko'chmas mulk egalariga ta'sir qiladi. Biroq bu o'zgarishlar ba'zi guruhlarga ko'proq, ba'zilarga esa kamroq ta'sir ko'rsatadi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda katta maydonli shahar markazlarida yoki qimmat joylashuvdagi mulk egalari. Ularning mulklarining kadastr qiymati sezilarli darajada oshganligi sababli mulk solig'i ham keskin ko'tariladi. Ikkinchidan, hujjatlari noto'g'ri bo'lgan, ya'ni o'zboshimchalik bilan qurilgan inshootlarga ega bo'lgan mulk egalari. Ular qonuniylashtirish jarayonlarini o'tkazishlari, jarimalar to'lashlari yoki hatto o'z inshootlaridan mahrum bo'lish xavfiga duch kelishlari mumkin. Uchinchidan, tez mulkni sotish, sotib olish, hadya qilish kabi operatsiyalarni amalga oshiradigan fuqarolar. Ular notarial harakatlar va davlat bojlari uchun ancha xarajat qilishlariga to'g'ri keladi. Kimga kamroq ta'sir qiladi? Birinchidan, hujjatlari tartibli, barcha qurilmalari qonuniy ravishda ro'yxatdan o'tgan mulk egalari. Ular faqatgina soliq miqdorining oshishiga duch kelishadi, ammo boshqa huquqiy muammolarga duch kelmaydilar. Ikkinchidan, kadastr qiymati unchalik oshmagan, masalan, qishloq joylarda yoki chekka hududlardagi mulk egalari. Ularning soliq yuklari nisbatan kamroq oshadi. Uchinchidan, soliq imtiyozlariga ega bo'lgan fuqarolar toifasi, masalan, nafaqaxo'rlar, nogironligi bor shaxslar, urush qatnashchilari, boquvchisini yo'qotgan oilalar. Ular uchun soliq yukining bir qismi davlat tomonidan qoplanadi. Bu haqida keyingi bo'limda batafsil to'xtalib o'tamiz. Ammo shuni ham unutmaslik kerakki, imtiyozlar har doim ham to'liq soliqdan ozod qilmaydi va faqat ma'lum bir miqdordagi mulkka nisbatan qo'llaniladi. Asosiy qism 2. Istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Har qanday qonun tizimida bo'lgani kabi, ko'chmas mulk qonunchiligida ham istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar va ba'zi noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi. Soliq imtiyozlari va ularni rasmiylashtirish. Davlat barcha mulkdorlarga bir xil yondashmaydi. Mamlakatimizda ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar uchun ko'chmas mulk solig'ida bir qator imtiyozlar mavjud. Bularga asosan quyidagi toifalar kiradi. 1. Nafaqaxo'rlar, yoshi bo'yicha yoki boshqa sabablarga ko'ra nafaqa oluvchi shaxslar. Nogironligi bor shaxslar, birinchi va ikkinchi guruh nogironlari. 3. Urush qatnashchilari va ularga tenglashtirilgan shaxslar. 4. Boquvchisini yo'qotgan oilalar a'zolari. Chernobil AESdagi avariya oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etgan shaxslar. Muhim nuans, ushbu imtiyozlar avtomatik ravishda qo'llanilavermaydi. Imtiyozga ega bo'lish uchun siz tegishli hujjatlarni taqdim etgan holda soliq inspeksiyasiga murojaat qilishingiz shart. Bu arizani davlat xizmatlari markazlari orqali yoki soliq.uz portali orqali onlayn tarzda ham topshirishingiz mumkin. Agar siz imtiyozga ega bo'lish huquqiga ega bo'lsangizda, uni rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, soliq to'lov sizdan to'liq miqdorda undirilishi mumkin. Yana bir muhim jihat, ko'pincha imtiyozlar faqat bitta turdagi mulk yoki ma'lum bir minimal kadastr qiymati doirasida amal qiladi. Misol uchun, agar sizning ikkita kvartirangiz bo'lsa, soliq imtiyozi faqat siz tanlagan birinchi mulkka nisbatan qo'llanilishi mumkin. Ikkinchisiga esa to'liq soliq to'lashingizga to'g'ri keladi. Shuningdek, imtiyoz ba'zi hollarda mulk solig'ining to'liq summasidan ozod qilmay, balki ma'lum bir miqdorni, masalan 6 kvadrat metr maydon uchun soliqdan ozod qilishi mumkin. Bu imtiyozlarni yaxshilab o'rganish va tushunib olish juda muhim. Kadastr xatosiga yo'l qo'yilishi va apellyatsiya tartibi. Ba'zan kadastr organlari tomonidan mulkning qiymatini baholashda xatoliklarga yo'l qo'yilishi mumkin. Bu xatoliklar texnik xarakterga ega bo'lishi yoki inson omili tufayli yuzaga kelishi mumkin. Masalan, sizning mulkingizning baholangan kadastr qiymati hududidagi o'xshash mulklarning o'rtacha bozor qiymatidan ancha yuqori bo'lsa, siz bunga shubha qilishingiz kerak. Yoki mulkingizning maydoni noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin.
Bunday holatda nima qilish kerak? Sizning birinchi qadamingiz kadastr agentligining hududiy bo'limiga yozma murojaat qilishdir. Arizangizda aniq qanday xatolik yuzaga kelganini ko'rsatib, uni tuzatishni so'rashingiz lozim. Murojaatingizga o'z mulkingizga tegishli hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Agar kadastr agentligi sizning arizangizni qanoatlantirmasa yoki siz berilgan javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organlarga yoki to'g'ridan-to'g'ri sudga apellyatsiya berish huquqiga egasiz. Bunday holatlarda mustaqil baholovchi kompaniyalarning xulosasi siz uchun kuchli dalil bo'lishi mumkin. Mustaqil baholovchilar sizning mulkingizni qaytadan baholab, uning real bozor qiymati haqida xulosa beradilar. Bu xulosa sud jarayonida yoki kadastr agentligi bilan muzokaralarda asl bo'lishi mumkin. Bu jarayon vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'ling va barcha hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtiring. Raqamli tizim muammolari va ularga tayyorgarlik. O'zbekistonda davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Ko'chmas mulk bilan bog'liq ko'plab xizmatlar, masalan, mulk haqida ma'lumot olish, soliq hisob-kitoblarini ko'rish yoki ayrim arizalarni topshirish endi elektron shaklda amalga oshirilmoqda. Bu qulaylik bo'lishiga qaramay, raqamli tizimlarda ba'zan texnik nosozliklar, serverlarning yuklanishi, saytning sekin ishlashi yoki vaqtincha erishish imkoniyatining yo'qligi kabi muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlarda, ayniqsa belgilangan muddatlarga rioya qilish kerak bo'lgan holatlarda mulkdorlar qo'shimcha qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Qanday tayyor bo'lish kerak? Birinchidan, agar imkoniyat bo'lsa, so'nggi muddatlargacha kutmasdan arizalarni oldindan yuborishga harakat qiling. Ikkinchidan, agar elektron tizim ishlamay qolsa, zaxira variant sifatida davlat xizmatlari markaziga shaxsan murojaat qilish imkoniyatini yodda tuting. Uchinchidan, har qanday elektron xabarnoma yoki tasdiqni saqlab qo'ying. Bu keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan bahsli vaziyatlarda sizning haqligingizni isbotlashga yordam beradi. Notarial harakatlardagi yashirin xarajatlar. Ko'chmas mulk bilan bog'liq notarial operatsiyalarda faqatgina davlat boji bilan cheklanib qolmaysiz. Ba'zan yashirin xarajatlar ham paydo bo'lishi mumkin. Masalan, mulkni garovga qo'yishda yoki uni boshqarish uchun ishonchnoma berishda qo'shimcha to'lovlar undirilishi mumkin. Bu to'lovlar odatda xizmat ko'rsatuvchi bank, sug'urta kompaniyasi yoki notariusning qo'shimcha xizmatlari uchun belgilangan bo'ladi. Misol, siz ipoteka krediti asosida kvartira sotib olmoqchisiz. Bank talabiga ko'ra, siz mulkni bank foydasiga sug'urta qilishingiz va garov shartnomasini notarial tasdiqlatishingiz shart. Sug'urta kompaniyasi xizmat haqi. Sug'urta kompaniyasi xizmat haqi va notarial tasdiqlash uchun qo'shimcha to'lovlar sizning asosiy xarajatlaringizga qo'shiladi. Shuningdek, ishonchnoma berishda notariusning o'z xizmatlari uchun belgilangan tariflari mavjud bo'lishi mumkin. Bu xarajatlarni notarial harakatlarni amalga oshirishdan oldin aniqlashtirib olish moliyaviy rejalar tuzishda muhim ahamiyatga ega. Mulkning maqsadi va soliq stavkalari farqi. Mulkning qaysi maqsadda ishlatilishi unga nisbatan qo'llaniladigan soliq stavkalariga bevosita ta'sir qiladi. Agar sizning mulkingiz yashash uchun mo'ljallangan uy-joy bo'lsa, unga nisbatan aholi uchun belgilangan mulk solig'i stavkalari qo'llaniladi. Ammo agar siz bir xonadon yoki yerdan biznes maqsadlarida foydalansangiz, masalan, unda do'kon ochgan bo'lsangiz, ofis tashkil qilgan bo'lsangiz yoki ishlab chiqarish faoliyatini yuritayotgan bo'lsangiz, bunday mulkdan olinadigan soliq stavkasi ancha yuqori bo'ladi. Bu yuridik shaxslarning mulk solig'i yoki tadbirkorlik faoliyati uchun foydalaniladigan mulk solig'i deb nomlanishi mumkin. Muhim savol tug'iladi. Davlat organlari mulkning maqsadi qanday qilib tasniflashadi? Agar sizning kadastr hujjatlaringizda mulk yashash uchun mo'ljallangan deb ko'rsatilgan bo'lsa-yu, siz unda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan bo'lsangiz, soliq organlari buni aniqlashi mumkin. Chunki kommunal xizmatlarning iste'moli, elektr energiyasi, gaz va suv ta'minotining o'rtacha iste'mol normalari ham turli mulk turlari uchun farq qiladi. Agar soliq organlari sizning mulkingizdan biznes maqsadlarida foydalanayotganingizni aniqlasa, sizga qo'shimcha hisoblangan soliqlar va jarimalar qo'llanilishi mumkin. Shuning uchun agar siz o'zingizning mulkingizda tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan bo'lsangiz, uning maqsadini o'zgartirish va buni kadastr hujjatlariga kiritish haqida o'ylab ko'rishingiz kerak. Bu biroz qiyinroq va ko'proq soliq to'lashga olib kelishi mumkin, ammo kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jiddiy huquqiy muammolardan qutqaradi.
yangi qurilishlar va ularni ro'yxatdan o'tkazish, yangi qurilgan binolar yoki mavjud mulkka qo'shimcha qurilmalar qo'shilgan hollarda ham qat'iy qoidalar mavjud. Qurilishni yakunlaganingizdan so'ng siz belgilangan muddat ichida ushbu inshootni kadastr organlarida ro'yxatdan o'tkazishingiz shart. Bu muddatlar odatda qurilish tugallanganligi haqidagi dalolatnomani olgan kundan boshlab belgilanadi. Agar siz ushbu muddatlarga rioya qilmasangiz, yuqorida aytib o'tilganidek jarimalar va boshqa sanksiyalarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun qurilish jarayonini boshlashdan avval barcha ruxsatnomalarni olishga, qurilish tugagach esa uni o'z vaqtida rasmiylashtirishga jiddiy e'tibor qarating. Bu kelajakda ortiqcha xavotirlarning oldini oladi. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, aziz do'stlar, yuqoridagi barcha ma'lumotlarni hisobga olgan holda har bir ko'chmas mulk egasi amalda qanday qadamlarni tashlashi kerak? Men sizlarga aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, o'z mulkingizning kadastr hujjatlarini sinchiklab tekshiring. Bu sizning birinchi va eng muhim vazifangizdir. Qo'lingizdagi kadastr pasporti, guvohnoma yoki mulkchilik huquqini tasdiqlovchi boshqa hujjatlarni ko'rib chiqing. Mulkingizning maydoni, manzili, maqsadi, yashash joyi, ishlab chiqarish, biznes va hokazo to'g'ri ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. Agar sizda hujjatlar yo'q bo'lsa yoki ular eskirgan bo'lsa, ularni qayta tiklash yoki yangilash uchun tegishli choralar ko'ring. Qayerdan ma'lumot olish mumkin? Kadastr agentligining rasmiy sayti e-kadastr.uz orqali siz o'z mulkingiz haqida elektron ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Mulkingizning kadastr raqami orqali uning joylashuvi, maydoni, kadastr qiymati kabi asosiy ma'lumotlarni osongina bilib olasiz. Bu juda qulay va tezkor usul. Ikkinchi qadam, soliq xizmati saytidan o'z soliq hisobingizni tekshiring. Endi sizning navbatingiz mulk solig'i bo'yicha holatingizni aniqlash. Buning uchun Soliq.uz elektron portaliga kiring. U yerda jismoniy shaxslarning shaxsiy kabinetiga o'zingizning jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami JSSHR orqali kirsangiz, o'z mulk solig'ingiz, yer solig'ingiz bo'yicha qarzlar mavjudligi, hisoblangan soliq miqdorlari va mulkingizning baholangan kadastr qiymati haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu sizga qancha soliq to'lashingiz kerakligini va oldingi davrlar uchun qarzdorlik bor yo'qligini aniq ko'rsatadi. Uchinchi qadam, agar hujjatlaringizda kamchilik bo'lsa, ularni qonuniylashtirish choralarini ko'ring. Agar sizning uy-joyingizda o'zboshimchalik bilan qurilgan inshootlar, garaj, qo'shimcha xona, oshxona, ayvon va hokazo mavjud bo'lsa va ularning kadastr hujjatlari yo'q bo'lsa, zudlik bilan ularni qonuniylashtirishga kirishing. Qayerga murojaat qilish kerak? Davlat xizmatlari markazlariga DXM boring. U yerda siz tegishli arizani topshirishingiz mumkin. Shuningdek, Davlat xizmatlari agentligining yagona interaktiv portali MyDoGov orqali ham onlayn ariza berish imkoniyati mavjud. Arizangizda o'zboshimchalik bilan qurilgan inshootlarning tavsifini, ularning joylashuvini va sizda mavjud bo'lgan har qanday qo'shimcha hujjatlarni, masalan, qo'shnilarning rozilik xatlari, texnik pasportning avvalgi versiyalari va hokazo ko'rsating. Keyin kadastr organlari mutaxassislari joyga chiqib, inshootni o'rganadilar. O'lchov ishlarini amalga oshiradilar va qonuniylashtirish uchun belgilangan tartibda baho beradilar. Agar barcha talablar bajarilsa, sizga qonuniylashtirish uchun to'lov miqdori hisoblanadi va keyinchalik yangi kadastr hujjatlari rasmiylashtiriladi. Bu jarayonni kechiktirmasligingiz juda muhim. Chunki muddatlar tugagandan so'ng jarimalar va boshqa huquqiy oqibatlar ancha og'ir bo'lishi mumkin. 4-qadam, agar siz imtiyozga ega bo'lsangiz, uni rasmiylashtiring. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan imtiyozli toifaga kiruvchi shaxs bo'lsangiz, nafaqaxo'r, nogironligi bor shaxs, urush qatnashchisi va hokazo, mulk solig'i bo'yicha imtiyozdan foydalanish uchun tegishli idoralarga murojaat qilishingiz shart. Qayerga borish kerak? Soliq inspeksiyasining hududiy bo'limiga shaxsan murojaat qiling yoki Soliq.uz portali orqali elektron ariza topshiring. Arizangizga imtiyozga ega ekanligingizni tasdiqlovchi hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Masalan, nafaqa guvohnomasi, nogironlik haqidagi ma'lumotnoma, faxriy guvohnomasi. Soliq organlari sizning arizangizni ko'rib chiqib, imtiyozni qo'llash haqida qaror qabul qiladilar va keyingi soliq hisob-kitoblarida imtiyozni inobatga oladilar. 5-qadam. Agar noto'g'ri hisoblangan soliqlar yoki kadastr qiymati bo'lsa, shikoyat qilish tartibini ishga soling. Agar soliq uz saytidagi ma'lumotlarda
yoki sizga kelgan soliq xabarnomalarida mulkingizning kadastr qiymati noto'g'ri baholanganligini yoki soliq miqdori asossiz ravishda ko'p hisoblanganligini sezsangiz, jim turmang. Sizda shikoyat qilish huquqi bor. Qanday harakat qilish kerak? Birinchidan, mulkingiz joylashgan hududdagi davlat soliq inspeksiyasiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizangizda aniq qanday xato yuzaga kelganligini, sizning fikringizcha qancha bo'lishi kerakligini va nima uchun bunday deb hisoblayotganingizni batafsil bayon eting. Agar iloji bo'lsa, o'z fikringizni tasdiqlovchi dalillarni, masalan, o'xshash mulklarning bozor narxlari haqidagi ma'lumotlar mustaqil baholovchining xulosasi ilova qiling. Agar soliq inspeksiyasi sizning arizangizni qanoatlantirmasa, siz yuqori turuvchi soliq organlariga yoki to'g'ridan-to'g'ri sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Bu jarayonda professional yuridik yordam olishingiz ham mumkin. 6-qadam, har doim yangiliklardan xabardor bo'ling. Rasmiy manbalarga ishoning. Qonunchilik doimiy ravishda o'zgarib turadi. Ko'chmas mulk sohasidagi yangiliklar va o'zgarishlardan xabardor bo'lib turish juda muhimdir. Rasmiy manbalar, masalan, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali, O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, Lexus, shuningdek kadastr agentligi va Davlat soliq qo'mitasining rasmiy saytlari va ijtimoiy tarmoq sahifalarini kuzatib boring. Har doim tekshirilmagan mish-mishlar yoki norasmiy manbalardagi ma'lumotlarga emas, balki rasmiy hujjatlar va xabarlarga ishoning. Bu sizni noto'g'ri qarorlar qabul qilishdan va kutilmagan muammolardan himoya qiladi. Xulosa va yakuniy hukm. Aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, ko'chmas mulk egalari uchun yangi qonunlar jiddiy o'zgarishlar olib keldi va har bir mulkdorning e'tiborini talab qiladi. Kadastr qiymatlarining bozor narxlariga yaqinlashishi, soliq yukining oshishi, o'zboshimchalik bilan qurilgan inshootlarni qonuniylashtirishning majburiyligi va notarial harakatlardagi yangiliklar, bularning barchasi mulkdorlardan o'z vaqtida chora ko'rishni, mas'uliyatni his etishni va qonunchilikka rioya qilishni talab etadi. Ammo xavotirga o'rin yo'q. Agar siz ushbu videoda berilgan maslahatlarga amal qilsangiz, o'z mulkingizning hujjatlarini tartibga solib, soliq holatingizni doimiy nazorat qilib tursangiz, barcha muammolarning oldini olishingiz va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kutilmagan xarajatlardan o'zingizni himoya qilishingiz mumkin. Bu shunchaki davlat bilan munosabatlardagi yangi tartibot bo'lib, unga moslashish va uni tushunish sizning foydangizga ishlaydi. Siz bu yangi qonunlar haqida nima deb o'ylaysiz? Sizga qanday ta'sir qildi? Izohlarda o'z fikringizni, savollaringizni va tajribangizni yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda qimmatli. Shuningdek, bu videoni do'stlaringiz va yaqinlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumotlar ularga ham juda kerakli bo'lishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.